Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bugun bir yangilikni xabar qilmoqchiman. Bu yangilik emas, aslida ancha vaqtdan beri bor bo'lgan tizim edi. Va bundan balkim haligacha kimlardir xabari bo'lmaganligi uchun shu videoni qilmoqdaman. Qarang, O'zbekiston Respublikasini demak Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan quyidagi tizim joriy qilingan. Unga ko'ra, IT sertifikatlarini oluvchilarga IT sertifikat uchun to'lanuvchi xarajatlarni to'liq qoplab berish bo'yicha demak tizim joriy qilingan va bu bo'yicha ko'pchilik olyapti. Manimcha bundan oldin sizlar IELTS va xalqaro til sertifikatlarini eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Bu faqatgina til sertifikatlariga oid emas, balkim bu kengaytirilgan holatda IT sertifikatlarga ham tatbiq qilingan. Ya'ni siz xalqaro darajadagi tan olingan xalqaro IT sertifikatlarni olsangiz ham bu sertifikatlarni ham xarajatlarni davlat tomonidan to'liq qoplab beriladi. Va undan so'ng yana bir qaror chiqdi. Bu qarorga ko'ra endi bu sertifikatlarni olish uchun yoshlarimiz o'qishga borish kerak. O'qish xarajatlari esa juda ham katta. Shuning uchun ular bu kurslarga, ya'ni sertifikatga tayyorlov kurslariga qatnasha olmaydi. Va uni ham qoplash maqsadida quyidagicha demak tizim joriy qilingan edi. Unga ko'ra, ya'ni 60% gacha sizda kurs xarajatlaringiz, ya'ni bu sertifikat xarajatlaringiz emas, hatto kurs xarajatlaringizni ham 60% demak davlat tomonidan to'lab berilishi rejalashtirilgan. Bu yanada yangilandi va yanada yaxshilab qo'shimcha tizim qilindi. Endilikda 100% ham bu pulni davlat to'lab beradi. Ya'ni siz xalqaro tan olingan IT sertifikatlarini uchun qaysidir kursga yozilib turib, uni bitta sertifikatni olsangiz, sizda o'sha kursingizni to'lovini ham davlat to'lab beradigan bo'ldi. Keling, bu qaysi sertifikatlar? Mana bu yerda Word varianti bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Umumiy kurslar soni 329 ta sertifikat. 329 ta. Va so'nggisi mana bu yerda joriy etib boriladi. Hozirda bu yangilangani 210 taga tushgan. Va shu yerdan sizga o'zingizga kerak bo'lgan yo'nalishni tanlab olib, bemalol shu kursda o'qisangiz, shu kursni to'lovini davlat to'lab berishini yo'lga qo'yilgan. Endi keling bitta sinab ko'ramiz, qaysi birini qilsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, qaysi kurslarimiz bor. CCNP, masalan, CCNP Cisco'ni kursi $400. Ya'ni siz agar shu sertifikatni olsangiz, bu sertifikatni sizga kompensatsiya sifatida davlat to'lab beradi. Bu nima degani? Siz borib sertifikatga topshirasiz, o'zingizni tezdan topshirasiz. Bu topshirib bo'lganingizdan keyin imtihon natijalari chiqib, siz o'tganingizda, ya'ni sertifikatni olganingizni hujjatini olasizda, keyin bu tashkilotga borib topshirasiz. O'zi tizimi bor. Ular sizga o'sha $400 qaytarib beradi. Endi keyingi narsani aytamiz. Bu mana qonunchiligi mana shu yerda. Mana shu raqamli hujjatni ko'rib olsangiz, mana shu yerda bemalol siz tekshirib olishingiz mumkin. Bu qanday ishlashi bo'yicha va bu albatta bitta talab ham qo'yilgan. Bu talabi endi 60% o'sha qoplashi uchun B2 darajada minimum ingliz tilini bilish kerak deyilyapti. Xalqaro darajadagi B2 sertifikat bo'lishi kerak. Bu CFR ham o'tadi, IELTS ham o'tadi. Xo'p, yaxshi. Bu yoqqa 60% deyilgan. Endi mana bu O'zbekona Cisco demak komandasi bilan birgalikda shu vazirlik kelishib alohida yana bir tizim ishlab chiqishgan. Bular tizimi 100% mablag'ni qaytarish bo'yicha. Ya'ni siz bularni tashkil etgan kurslardan bittasiga o'qiysiz va bu kursda to'lov, ya'ni kursi to'lovini va imtihondan o'tganingizdan keyin
u imtihoni to'lovini, masalan, Cisco'ni desak, ko'rib turishingiz mumkin. Mana Turizm zog'lar atrofidagi pulni to'liq davlat qaytarib beradi. Endi shu joyda bular yana bir kelishib, ular bilan bizniki asosan yoshlar bo'lsa, ularda mablag' tikish uchun puli yo'q. Boshlang'ichiga ham hatto, ya'ni o'zingizdan berib, keyin kompensatsiya qaytarib olishga deganda o'rtada yana bir tashkilot kirib, bo'ldi, o'quvchilarning pulini men berib turaman, o'quvchilaring o'qiydi, sertifikatni oladi, sertifikatni olgandan keyin vazirlik o'quvchiga pulni qaytaradi, pulni qaytargandan keyin o'quvchi menga qaytarib beradi. Men shu o'rinda o'zim pulimni shunday bularni kelajagi uchun qo'yib turaman degan ko'rinishda kelishuv qilishgan. Eng qizig'i uchinchisi, agarda o'tolmay qolsa-chi? O'tolmay qolsa deganda muddat berilar ekan, ya'ni 1 oymi, 1 oy ichida birinchi sertifikatni to'lovi ham bular tomonidan qoplanadi. Ikkinchi, uchinchi sertifikat agar o'tolmasangiz, ikkinchi va uchinchi topshirishlarni o'zingiz tezdan qilasiz va undan o'tganingizdan keyin sertifikat olasiz. Agar o'shanda ham o'tolmay qoldingiz, nimadir bo'ldi, endi o'tolmay qolsangiz, shartnoma tashlangan, shartnomada ko'rishingiz mumkin, anavi qilingan, to'liq voz kechishga roziman, lekin ma'lum bir shartlar bor. O'sha shartlar doirasida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni harakat haqiqatdan bo'lgan bo'lsa, endi nimadir bo'lib ololmay qoldi, mayli, o'sha tashkilot voz kechaman degan ko'rinishda nimasi bor. Mana bu yerda qarz shartnomasi yozib qo'yilgan. Mana shu shartnomada ko'rsatib o'tilgan. Shu yerda hozir men tashkilotdan ko'rsataman, ya'ni vaqtincha pul berib turuvchi tashkilotni ham ko'rib olsak bo'ladi shartnomani ichida. Hozir mana shartnomani ichida assotsiatsiya, mana shu O'zbekiston ta'lim va innovatsiyalarni rivojlantirish assotsiatsiyasi o'quvchiga pul berib turibdi. O'qish xarajati 15 million. Bu jami 4 oyga mo'ljallangan, 4 oy va 5 oylik kurs jami xarajati hisoblanadi. U pulni sizni hisobingizga tashlab beradi. U pul tashlab berilgandan keyin o'qiysiz. O'qiganingizdan keyin kompensatsiya qilib, yana assotsiatsiyaga o'sha pulni qaytarib berishingiz kerak. Agar nimalardir bo'lib qolsa, mana bu yerda shartnomalar bandlar ko'rsatilgan. Shu pulni ham qaytarmasangiz ham bo'ladi deyilgan ko'rinishda juda katta imkoniyat berilgan. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar degan maqsadda shuni sizlarga aytayotgandim va video qilaman. Xo'p, o'zi keling bu kursni ham tashkil qilaylik. Bular o'zi O'zbekona Cisco bu qanday o'quv markaz, bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsam, mana aytib qo'yibdilar, 2019-yildan buyon faoliyat yuritishadi. 25 dan ortiq o'zlarining talabalari o'sha demak xalqaro IT sertifikatlarini olishgan. IT sertifikatlarini oluvchilar bilasizlar juda ko'p emas, shuning uchun 25 ta talabani olishini o'zi ham juda katta. Demak, 550 tadan ortiq o'quvchi o'qigan, har xil kurslari bor va demak kurslarini o'zida mana bu o'qituvchilarimiz va CCNA, CCNP kurslarini, cyber security kurslarini tashkil qilishyapti. Endi vazirlik bilan kelishgan holatda bular hozir Ciscoga emas, Cisco asosida CCNP mana bu sertifikatga tayyorlashyapti. Kurs mo'ljallangan va o'qituvchilarimiz aytib turibdi, nasib shu 4 oy, 5 oylik kursimizni o'qish davomida o'quvchilarimiz hozir GCNIP shu, ya'ni Jupyter degan xuddi Ciscodek anavi bor, tarmoq qurilmalarini ishlab chiqaruvchi yirik kompaniya bor.
kompaniya odatda vendorlarga yuritiladi. O'sha kompaniyani ham o'zini demak sertifikatlarini joriy qilgan. O'sha sertifikatini professional darajasidagi sertifikatga mana Juniper degan demak tayyorlashadi. Ya'ni 4-5 oy ichida nasib shu sertifikatni hozir qaysi aynan bular tayyorlaydigani mana shu sertifikat IPlisi mana bunisi ekan. Bu sekretar mana bu ekan aniq. Demak, mana shu sertifikatga olasiz. Inshaalloh demak shu kursni o'qib, bepul o'qib, shu sertifikatni ola oladigan darajada bo'ladi. Har yo'llar, ya'ni o'sha imtihon savollariga to'liq ular treningli qilamiz deyishyapti. Demak, va $400 mana bu to'lovni ham demak vazirlik to'lab beradi. Juda ajoyib. Keling, mana shu sertifikatni o'zini olib turib, demak narxini so'rasangiz, oyligini so'rasangiz ham oylik juda kam emas, $2000 kam emasda. Oddiygina bitta misol qilib aytaman. Mana o'z GTO vakansiyasida bir ko'rganda bo'ldim. Shu, ya'ni Jupiter, Cisco'lar mana shu kursda o'tiladigan narsa berilgan edi va shuni o'zi ham demak bemalol shu joyga ham hatto kirsangiz bo'ladida. Hozir topib olaydi. Umuman demak chet zavodga ham kirsangiz bo'ladi. 1 yildan beri ochiq yotibdi o'sha vakansiyasida. Bemalol normal oylik 2000 dan kam emasda tortishib 3000 ga ham bemalol gaplashib ishga kirsangiz bo'ladi. Bitta shu sertifikat o'zi bilan, ya'ni 4-5 oyga tasavvur qiling. Sizda albatta talablarda ingliz tili bilish kerak. Ingliz tilini bilasiz. Mana bu sertifikat to'liq siz tarmoqni professional darajada bilasiz degani ishga kirish muammo emas. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Agar nima bo'lsa, demak savollaringiz bo'lsa, shu O'zbekona CSVga aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Bularni Telegram gruppalari ham mavjud. Telegram gruppalarida demak mana shu guruhga kirib yozib, gaplashib, qatnashish yo'llarini so'rasangiz ham bo'ladi. Keyingi videolarda